Nima? Uni ocha oldingmi? Buni qanday uddalading? Men emas. Bu sen tashqariga chiqargan hamrohlaringdan biri edi. Oo. Ha, tushundim. Shunchaki o'girilib ketyapsanmi? Kechirasan. Avval asabni yeydigan bir yigit bilan hisob-kitob qilishim kerak. Keyin esa shaxsan o'zim senga rahmat aytaman. Kimni izlayotganingni bilmayman-u, lekin undan ham bosh og'riroq ish chiqdi. Yaxshisi men bilan yur, yoki-da hech bo'lmasa, qo'lingdagini qaytar. Kechirasan, lekin men buni senga bera olmayman. Rostini aytsam, bu ishga aralashkim yo'q edi. Nima? Ha, senimi? Juda tez. Nima bu? Hozirgina nima bo'ldi? Uddaladim shekilli. Undan chakuri sezilmayapti. Bu yigitning qobiliyati. Jismoniy jodu bilan kuchaytirilgan jismoniy iste'dodmi? Unga tegish oson emas, lekin yaxshiyamki hujum unchalik ham kuchli bo'lmadi. Qisqarish, kengayish, teskari oqim, qizil shahr. Bu umuman yaxshi emas. Ko'rinishdan biroz oshirib yubordik. Garchi seni yengish oson bo'lmasa-da, endi barchasi tamom. Qochish rejang allaqachon tayyormidi? Demak, sehr kuchini yashira olasan. Yaxshi. Yetarlicha tez ekan. Tubsizjarlikka yaqinlashishiga ozgina qoldi. Raikirining ham tezligi birinchisidan ko'ra zaifroq bo'ldi. Demak, bu menimcha fazo va vaqt turidagi jutsu. Bu yigit sehrgar emas, lekin juda xavfli. Balkim hatto Sukonadan ham kuchliroqdir. Taslim bo'l. Qochishga esa urinma, baribir meni ko'zlarimdan qochib qutula olmaysan. Rostana, lekin afsuski, meni old ko'zlarim ham xuddi shunday. Bu agar urib tushirsa juda ham yomon bo'ladi. Unday bo'lsa, Kamuri. Men seni o'ldirmoqchi emasman. Hali shunaqa degan? Bu nima? Hududni kengaytirish. Cheksiz bo'shliq. Bu genjutsu-mi? Yo'q. Bu tuyg'u genjutsu emas. Nahotki chaqiruvchi jutsu yordamida boshqa dunyodan nimadir chaqirgan bo'lsa, nima bo'lyapti o'zi? Bu cheksiz ichki olam. Senga yoqdimi? Agar meni bezovta qilishni to'xtatsang, seni kechiraman. Bunchalar bo'ladi deb o'ylamagandim. Bu oddiy narsa emas. Chakuram ham deyarli tugagan. Lekin hali ham Kamuini bir marta ishlata olaman. Ko'rinishidan uni faqat vaqtincha Kamui fazosida ushlab turishim mumkin. Ha? Nima bu? Bu ajoyib. Sen xuddi sichqon kabi berkinib, qochib yuribsan. Shunday emasmi? Men bilan yuzma-yuz kelishga jur'at eta olmayapsanmi? Bu shunchaki. Nima deysan? Hali ham jangni davom ettirmoqchimisan?